Hozir men sizga ayol kishi o'qib, ishlab rivojlansa, hayotida qanday o'zgarishlar bo'lishini men sizga ko'rsataman. Har oydan bir kunni o'zimga shaxsiy kun deb belgilayman. Bu kunda menda hech kim bo'lmaydi, na turmush o'rtog'im, na farzandim. Shu joyda bir narsani aytib o'taman. Men hech qachon o'zimni shaxsiy xarajatlarim uchun turmush o'rtog'imga siz javobgarsiz, siz qilishingiz kerak degan talablarni qo'ymaganman. Sababi men bir narsani aniq bilaman. Meni baxtli qilish uchun boshqalar yugurishi kerak emas. Men o'zimni o'zim baxtli qilaman. Shu tariqa birinchi navbatda men qoshlarimni qildirgani keldim. Hozir men sizlarga baxtli oiladan bir sirni ochaman. Bir oyda bir marotaba bo'lsa ham shaxsiy kunimiz bor, meni va turmush o'rtog'imni. Bu kunda men turmush o'rtog'imni bezovta qilmayman, turmush o'rtog'im esa meni bezovta qilmaydilar. Qoshlarimni ham qildirib bo'lib, endi yo'lda amirchikamdan xabar olib, men o'zimni shaxsiy kosmetologim tomon yetib keldim. Qizlar, bilasizlarmi, meni yuzimda o'zi unaqa muammolar yo'q, ammo mana shu muammolar yo'q yuzimni saqlab qolishim uchun ularga ham uhud kerak va ochiqni aytaman, bu yerda umrimda birinchi marotaba men kosmetologga borishim. Ertaga meni farzandim Amirchini baxtli, yosh, quvonchga to'la, mehrli, ilmli, oqila rivojlanishni istaydigan onasi bo'lishi uchun men hozirdan harakatdaman. Shu joyda bitta narsani aytaman, sizda qancha erkinlik bo'lsa, atrofdagilarning ham sizga munosabatlari shunday o'zgaradi. Shu yerida men erkinlik deganda yo'q deyishni, shaxsiy chegara qo'yishni, manman bo'lishni emas, inson ortiqcha xafagarchiliklardan, dibti, g'iybatlardan va ortiqcha tashvishlardan o'zini asray olishi, mana shu haqiqiy erkinlik men uchun. Sog'lom oila.